Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga aytildi: "O Allohning elchisi, Sa'd ibn Muaz radhiyallohu anhu dunyodan o'tdi. Sa'd ibn Muaz o'lib qoldi" degan so'z Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kiyimini bir yog'ini ko'tarib, shashilib payg'ambar yuguryapti. "Ey Allohning elchisi, nima sababdan yuguryapsiz?" deyildi. Aytdilarki: "70 alfan minal malaikati yushayyi'una janazata Sa'd ibn Muaz." 70 ming farishta Sa'd ibn Muaz radhiyallohu anhuning janozasiga tushdi dedi. U kishi ham 33 yoshda dunyodan o'tgan. Islomga kirganiga 6 yil bo'lgan. Qalbidagi iymoni mustahkamligidan Alloh taolo osmondan farishta tushiryapti. 70 mingta farishta tushdi, men ertaroq boray dedi. Biz bittamiz o'tib ketsak 70 ta odam kelmayapti. Farishta emas, odam. Bir so'rab beraylikchi. Biz dunyodan o'tsak qancha odam kelar ekan janozamizga? Va qancha odam rostdan kelar ekan? Qarindoshlik uchun emas, qudalik uchun emas, onday emas. Sizni yaxshi ko'rganidan keladigan odam nechta ekan janozada?